Assalomu alaykum qadrli obunachilar va bizni qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalar. Xudo xolasa mana bunday xunojinlarni idealidan topib qo'yganmiz. 5 bosh xunojin 5 bosh buqa akalar. Qayerda deb so'rashlaringiz mumkin? Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Langarbobo qishlog'ida. Muhriddin akamizning xonadonlariga tashrif buyurganmiz. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha narx-navolar bilan yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Mana bunday o'sha buqaga tayyor xunojinlarimiz nima deyapti akalar, Greenfordlarimiz. Bilaman narx qiziq, videoni oxirigacha ko'ring, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Biz xudo xolasa qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Muhriddin aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Charchamang. Xo'p, bugunga soni ham, sifati ham o'zi yaxshi aka. 4 bosh buqa, 5 bosh xunojin. Narxlarni bugun aka bomba qilmasangiz bo'lmaydi. Qo'ldan kelgancha yoritib berasiz. Qaysi tomondan boshlaymiz aka? Katta xonajindan boshlaymiz. Kattasidan boshlaymiz akalar. Sizlarga yana ham yaxshiroq ko'rinish uchun quyoshga orqamizni qilib obzor qilib beramiz. Molni uzunligiga alohida e'tibor berasizlar akalar. Shved. Mana palasalariga ham alohida e'tibor berib o'tasizlar. Oq tumshuq, xudo xolasa oq quloq. Ostlarini ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana ostlari ham. O'sha tayyor akalar, xudo xolasa. Olish kerak, maza qilish kerak, xudo xolasa. Xo'p, qanday qo'yamiz narxini? Yakka o'zimi yo yonidagilar qo'shibmi? O'zini qo'yib beramiz. Muhriddin aka kuragi bor buni. Kuragi bor, xo'p. Yemlashga ham ketaveradi. Ketaveradi. Sigir yo'nalishiga ham ketaveradi, xudo xolasa. Uchta yo'nalishga ham ketaveradi, birday. Ketaveradi. Voy, professional akalar, mana xudo xolasa bo'ylarni joyida tepasida 120 plyusga olishaveradi. 120 plyusga. Plyus akalar sizlar uchun. Bashta 120, 125, 123 tushyapti. Kichkina mol emas akalar. Sigir yo'nalishiga tayyor, lekin tavsiya qilamiz akalar. Opa-singillarimizga, hojatda hojonlarga tavsiya qilamiz. Olib, maza qilib, sutqaz qichaman deganlarga tavsiya berib o'tamiz. Xo'p, aka, narxi? Narxini 16 millionga siz obunachilaringizga xayrini qilib beraman. 16 million so'mga kami xayri bor. Telefon qilsa chiroyli qilib kamini qilib berasiz. Dastlabkasini qayerga qilib berasiz aka? Dastlabkasi 12 ta viloyatdan o'ylanmay telefon qilishaversin. O'tangizga rahmat. Akalar bittaga ham aka 12 ta viloyatdan deyishyapti. Bunaqasi bo'lmagan akalar. Hozir misol uchun Samarqandga yoki Samarqanddan u yog'iga bitta molni o'zini chiqarish qoplamaydi-da. Serios ham. Lekin 12 ta viloyatdan telefon qilsin, chiroyli qilib kam xayrini qilib beramiz deyapti akalar. Xo'p, shved xunojinimizga misol 16 million qo'ydingiz-a? Yo 16 ham qo'ydingizmi? 16 million qo'ydim. 16 million so'm akalar. Men ko'zlarimga ishonmayapman. Bozorda pashti 18, 17,5 deyotgan mollarda, bozordan pashti 1,5 sekdan bo'lib ketadi. 1 million 50 dollar past bo'lyapti narx. Lekin sifatiga alohida e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Xunojin chiqibozlarga jo'natib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa aloqa chiqib qo'yasizlar. Xudo xolasa biz keyingisiga navbat beramiz akalar. Keyingisiga oqbosh Greenford chiqibozlariga mana kalla qismlari nima deyapti akalar? Mashalloh. Quyoshda turibdi o'zi ham. Mana orqa korpuslari, xudo xolasa. Ostlarini ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana. Voy mashalloh, oq yelin. Mol sifatiga alohida e'tibor berasizlar. Xo'p, buni o'zini yakka qo'yamizmi? Ikkalasini uchun qo'yib beramiz. Shved bilanmi? Shved bilan. Xo'p, akalar, Greenford bilan mana shu shvedimizni oq bosh ekan bu ham. Kalla qismiga e'tibor berasizlar mana. Molni uzunliklari, qonini qarang aka. Yegan molni qoni chiqadi. Yemagan molni qoni chiqmaydi akalar, mana xudo xolasa. Ikkalasini juft qo'yamiz aka. Qo'yamiz. Xo'p. Bo'ylarni 1.5 ga olishaveradi. 1.5 plyusga olaverasizlar akalar, xudo xolasa. Narxi? Narxi 29 millionga xayri kami bor. 29 million so'mga kami xayri bor. Ya'ni 14 million 500 ming so'mdan chiroyli narx bo'ldi akalar. Mana Greenford lekin alohida tema akalar. Ehtiyot aka, yakka olaman degan obunachilar bo'lishi mumkin-da, shved ishqibozlari bo'lishi mumkin yoki Greenford. Yakkaga qancha razницasi bo'ladi? Razницasi Greenforddan 14,5 ga ketaveradi, buni 14 millionga yetkazib beraman. Otangizga rahmat. Akalar o'zgarmadi pashti. Minus bo'lsa bo'ldiki, o'zgarmadi. Greenfordimizni 14,5 million so'mga chiroyli kamini qilib beraman, olib ketishaveradi deb o'zlari aytdilar. Xudo xolasa, shvedimizni 14 million so'mga aloqaga chiqishadi. Yana kamini qilib beramiz deydi. Molni uzunligiga ahamiyat berasizlar akalar. Aloqaga chiqasizlar, yakundagi nomerlar siz uchun akalar. Keyingisiga yana yosh xunojinimiz aka, bo'ylari sirazi 95 berdim men. 91 ga olishaversin. 91. 95 plyusga 1 metr. Otangizga rahmat aka. Keyingisiga akalar yana bitta ko'chat xunojin. Mashina ham ostidan Ostdan ko'rsatamiz akalar. Mana voy mashalloh, tayyor akalar. Mana bunisini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana nima deyapti? Oq yelin. Xo'p, juft qo'yamizmi akalar? qo'yamiz. Pashti ikkalasini ham bo'yib teng, ha? Pashti bir xil. Mana akalar, molni uzunligi alohida e'tibor berasizlar. Kalla qismlariga qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilyapmiz. Bu issiqda biz ham toqatimiz ko'tarmayapti. Videoda cho'zish maqsadi yo'q akalar. Akkuratni cho'tki video qilish, molni qo'ldan kelgancha yoritib berish. Narx siz uchun manzur bo'layotgan bo'lsa akalar aloqaga chiqasizlar. Xo'p. Bo'ylarni 90 plyusga 95 plyusga olishaveradi. 96 chiqdi shunda hozir, ha? 96 chiqdi. Xo'p. Kattasi 1 metr, buni 95 plyusga olishaversin. Ha, bunisi xudo xolasa akalar 1 metr, bunisi 95 plyusda.
Aloqa chiqsa bo'yiga tortishilmaydi akalar, sifatga tortishib qo'yiladi. Mana molni o'zlaring ko'rib turibsizlar kачествосini. Xo'p, Muhriddin aka narxi aka 20 million 500 mingga xayri kamini qilib beraman. 20 million 500 ming so'mga. Ya'ni 10 million 250 ming so'mdan. Muhriddin kanaldan chiqsa aka, laxtani olib tashaveramizmi? Muhriddindan chiqdim desa mana beraka. Barakasini bersin. Akalar, xudo xolasa Muhriddin kanaldan chiqdi aka, menga shu ikkita molingiz yoqdi, Muhriddin aka deganlar bo'lsa, aloqa chiqsalar, boyaga laxtani olib chiqadi. 20 million so'mga kelasiz, ketaveradi. Dastavkasi shu yana 12 ta viloyatgami? Gap yo'q akalar, dastavkasi 12 ta viloyatga, ikkitaga ham, bittaga ham. Mashalloh. Keyingisiga akalar, buqash qog'ozlariga. Mol turishi nima deyapti akalar? O'sha yelka qismlari bor, nimadir bor. O'sha mol yaxshigina sut ichgan. Xudo xolasa kalla qismiga e'tibor berasizlar, orqa korpuslariga ham, tuyoq qismlariga ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Mana aka. Xo'p, birinchisiga bu, ikkinchisiga yana aka, mana. Voy mashallah, sariq tuklari tulab-tulab qorayib ketadi aka bu. Vaqtlar o'tgan sari, katta bo'lgan sari. Xo'p, ikkinchisiga ham buqa akalar. Orqa korpuslari ideal holatda, tuyoq qismlari ham, sifatlari ham joy-joyida. Ikkitani bitta qo'yamizmi? Ikkitani bitta qo'yamiz. Xo'p, ikkitasini bitta qo'yamiz akalar. Bo'ylari necha Muhriddin aka? Bo'ylarini 1 metrga olishaveradi. Bo'ylari 1 metrga olasizlar akalar. Xo'p, narxi Narxi 26 millionga ozgina xayri kamini. 26 million so'mga 13 million so'mdan chiroyli kam xayri bor akalar. Telefon qilasiz, ishingiz bitadi xudo xolasa. Namangan To'raqo'rg'on Langar bobo qishlog'idamiz akalar. Shu atrofdagi aka-ukalar, yoqqan aka-ukalarga bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib berish xizmatlari akamiz bo'ynida. Xo'p, keyingisiga shved so'ragan aka-ukalamizga mana aka. Shved nima deyapti? Falasalarga e'tibor bering. Alohida oq tumshuq, oq quloq, molning uzunligi, gaz qismi, tuyoq qismlari, orqa korpuslari hamma joyga kelishgan akalar. Sifatiga gap bo'lishi mumkin. Keyingicha cho'rniy panterasini so'raganlarga ma'lum qiling. Bitta qorasini aka, yaltirashiga ahamiyat bering. Molda stoykalarga hech kim ushlagan ham yo'q, boshqa qilgan ham yo'q. Ko'z tegmasin, mashalloh. Qonlari ham bor aka, yeb turgan. G'ishti ham, toshdi ham, kesaydi ham yeydi xudo xolasa. Kalla qismlari qarang. Kallani o'zi 1000 dollar bo'lyapti, qarang. Mashalloh. Bo'ylari necha Muhriddin aka? Bo'ylarini 95 ga olishaveradi. 95 ga olinar ikkosi. Xo'p, narxini qanday qilamiz aka? Qani qo'l beringchi, hech qo'l dushabasidan savdolashmadik. Bunga 26 demayman. 25,5 millionga xayri kami bor. 25 millionga bizni kanaldan chiqsa ketaveradimi aka? Cho'rni ham ketyapti o'shanda. Barakasini bersin. Akalar, juftiga, ya'ni 12 million 500 ming so'mdan 25 million so'mga bitta shved, bitta cho'rnisidan ketyapti akalar. Nima deyapti? Buni ham sifati o'zgacha, buni ham sifati o'zgacha akalar. Addenni ham sotilaveradi, xudo xolasa. Menga shved yoqdi, Muhriddin degan aka-ukalarimiz aloqaga chiqibsizlar. Yo'q, menga cho'rnisi yoqdi. Shuni hozir chiqarib yubordi degan aka-ukalarimiz hozir sirazi barakasini qilib chiqazib berasiz. Xo'p, akalar, qo'ldan kelganicha mana shu 9 bosh molni yoritib berdik. Endi bu yog'i sizlardan yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Akamiz nomerlarini ekranlarga qoldiramiz. Bemalol chiqib aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa, chiroyli qilib kam hayni qilib berishadi. Muhriddin aka, bugunga shularmi aka? Xo'p, akalar, bugunga shular ekan. Lekin mana uni yana bir ko'rsatib o'tib ketaman. Video cho'zmas. Mana akalar tayyor o'sha buqaga ham, yemga ham. Mana shved xunojimiz nima deyapti akalar? Qolgani sal kichkinto'roq variantdagisi mehr talab bo'lishi mumkin, lekin mana shu tayyor akalar. Tavsiya beraman, hojat oqjonlarimizga olib, sekin bitta yaxshi buqaga qo'shsangiz, xudo xolasa hash-pash deguncha ko'payadi o'zidan. Greenford chiqibozlar, Greenford. Bittasi aytib ketay, Muhriddin aka, hozir Optimiga olganga hisoblab ko'rdingizmi? Yo'q, hisoblab ko'rmadim. Optim oladiganga chiroyligina bonusini qilib berilaveradi. Otaydigan. Akalar, Optimiga hisoblab, qo'li qurg'ani hukumatlar hisob-kitob qilib, lekin 9 tasini bu joyga olasizmi yoki mana katta xunojindan tashqari bu yog'ini 8 tasini Optimga olasizmi? Telefon qilasiz, sirazi ustida hisob-kitob qilib, chiroyli qilib kam xayrini bonusini ham qilib beramiz deyaptilar akamiz. Telefon qilaversa ekrandagi nomerlar siz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.